aziz do'stlar, bugungi o'quv markazimizda yangi natijalar chiqdi. Shu bilan birga oxirgi oyog'ida oldingi oydagi ba'zi bir natijalarimizni sizga tanishtirib o'tmoqchimiz. Birinchi kandidatimiz Ne'matjon. Ne'matjon, necha oyda necha ball oldingiz? 9 oyda B2 sertifikatini oldim. Baxtishod, necha oyda necha ball oldingiz? Oyda bitta darajasi oldim. Qaytib, tushunmaysiz? Necha oyda necha ball? 7 oyda bitti. Necha ball bo'ldi? 58. 58 ball 7 oyda. Necha oyda necha ball oldi? 7 oyda bitti. Necha ball bo'ldi? 59 ball 7 oyda. Keyin 4 oyda bitti. 4 oyda bitti. Necha ball bo'ldi? 6 adashibsan. Sizda 1 yilda 6 ball ayrilsan. Sizga singlim 4 oyda bitti. bitti. Necha ball bo'ldi? 13. 13 barakalla. Sizda 4 oyda bitti. 11 oyda bitti. Necha ball bo'ldi? 55. Singlim 11 oyda bitti. 61 ball. Shuningdek bizda ba'zi bir IELTS sertifikatiga egallagan o'quvchilarimiz ham bor. Azizbek Qodirov birinchisi necha ball? 0dan 7ga ko'tardingiz. Muhammadjon 0dan 7ga. Sizchi? 5 oyda 6,5 7,5. 5 oyda 6,5dan 7,5 bahoga ko'tarildi. Demak, bu natijalar bu shunchaki bir kishining mehnati emas, albatta bu yerda bizni Nodira ustozimiz, Mehrangiz ustozimiz, ustozlarimiz uzoq vaqt mehnat qilishdi, bolalar bilan shug'ullanishdi. Albatta bularga ham tashakkur aytamiz va barchaga o'quv markazimizga kelib, yuqori natijalarga erishishliklarini tavsiya etamiz. Ba'zi bir sertifikatlarni egalariga topshiramiz. Istiraf qilgan sertifikat Shahzodaga. Sizga keltirgan sertifikat sizga. Azizbek. Yetyapsiz Azizbek ukamizga. Qolganlarniki hali endi chiqariladi. Bu yerda mana Shahzoda singlimizga ham sertifikatlarni topshiramiz. Azizlar, omon qoling.